Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dazo eti. Bugun biz videoda ko'rayotgandek bo'lsangiz, 3YH klani bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Birinchi ishtirokchimiz bu Madara. Men uchun Madara eng kuchli Itachidagi igrok deb o'ylayman, yana qolganlarning fikrini bilmadim. Izuna 3YH bor bizda. Shular keyin Sasuke 3YH. Menimcha Sasuke ham yaxshi, lekin Madarachalik emas. Endi hammaga Sasukening akasi Itachi 3YH bor. Ham hozirda o'ta kuchli igrok. Animeni normal igroki. Va uchinchisi bizda Obito. Eng yolg'izlardan biri. Bu ham birinchi ishtirokimiz bu Fugaka. Bu ham kuchli, bunda ham Sharingan ko'zlar bor. Va bu qizimiz Mikito, bu ham davrida kuchli edi. Bunda ham Sharingan ko'zlar bor. Bu ham 3YH klanidan. Va bu qizning ismi Sadara 3YH, bu ham kuchli, bunda ham Sharingan ko'zlar bor. Mana rasmda ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu igrokimiz esa Tajima degani, uzr adashdim, Tajima. Bu ham normal igrok, bunda ham Sharingan ko'zlar bor. Bu esa Kamagi 3YH. Bu ham 3YH klanidan, bu ham kuchli. Bunda ham Sharingan ko'zlari bor. Bu esa Naori 3YH. Bu ham kuchli, bunda ham Sharingan ko'zlari bor. Rasmda ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu kimligini bilganlar kommentariyaga yozsin. Priz bor. Bu rasmda ko'rayotgan insoningiz bu Inabi 3YH, bu ham normal igrok. Hattoki shu boboyda ham Sharingan ko'zlar bor ekan. Bu boboyga nima qo'yibdikin shu yoshida Sharingan ko'zlariga. 3YH klanida.